Yaxshilar bog'chisi. Muallif İmam Nevevi'nin qisqacha tarjim holi. Muallifning to'liq ismi Yahyo ibn Sharaf ibn Abu Zakariya Nevevi bo'lib, İmam Nevevi degan nom bilan tanilib kelmoqda. O Hijriyaning 631-yili Suriyadagi Busra shahrining Navo degan yezida dunyoga kelgan. O kichik chaqlarda uningda yetilayotgan ziraklik, ho'shyorlik va kichik bolalarda oz uchraydigan aql idrok, sog'lom mijoz xarakterni ko'rib yetgan otasi uni o'z tarbiyasi ostida ko'ngil qo'yib tarbiyalab qolmasdan, uni kichkidan boshlabla ilm egallashga rag'batlantirgan. Yasin ibn Yusuf al-Marakashi İmam Nevevi haqida mundoq deydi. Men İmam Nevevi amdil 10 yosh kirganda kichik bolalarning uni o'zlari bilan o'ynashga zo'rlayotganligini, uning bolalar bilan o'ynashdan qechib yig'layotganligini va shu holatda Qur'on o'qiyotganligini ko'rib, ko'nglimda uningga qarta muhabbat paydo bo'ldi. Otasi uni do'konga qarashga qo'yib qo'yganda, u savdo setiqqa ko'ngil bo'lishdan ko'proq Qur'on o'qishga ko'ngil bo'ladi. Men uning ustozining yiniga kelib, "O bola kelgusida zamondoshlar ichida eng bilimlik, eng taqvodor va kishilarga eng manfaatli odam bo'ladigandek turdi" degan edim. Ustozi menga "Sen munajjimmi?" dedi. Men "Yo'q, lekin Alloh mening ko'nglimga shundoq his qildirdi" dedim. Ustozi bu so'zlarimni uning otasiga yetkazdi. Shuning bilan uning otasi uning Qur'onni to'liq yodga elishiga nihoyat ko'ngil bo'ldi. Uning o'z yurti uning ilmga bo'lgan tashnoligini qondira olmaganligi uchun Hijriyaning 649-yili otasi uni Damashq shahriga elib keldi. Ayni vaqtda Damashq shahri ulamolarning, donolarning va ilm o'rganguchilarning ilm bo'shigi edi. Ayni vaqtda Damashqda har xil fanlardan dars beriladigan 300 dan ortiq maktab bor edi. U Damashqqa kelgandan boshlab Abdul Kafi ibn Abdul Malik Rabi'i va Abdurrahman ibn Ibrohim qatorliq katta olimlardan dars oldi. Keyin u ustozi Abdurrahman ibn Ibrohimning ko'rsatmasi bo'yicha fiqhshunos olim Ishoq ibn Ahmad Mag'ribining Ravohiya maktabiga kelib o'qidi. U bu maktabga kelib o'qigan 2 yilga yaqin qisqagan muddat ichida asli qoldirish iqtidorining kuchlikligi, masalalarni atrofliq va cho'nqur tushunishi, ilmga bo'lgan qattiq hirismanligi bilan ustozini hayron qoldirdi. Ustozi uni nihoyat yaxshi ko'rganligi va qoyil bo'lganlikdan uni o'zining o'rniga nurg'un jamoatlardan tarkib topgan dars halqalariga dars berishga tayinladi. İmam Nevevi Ravohiya maktabidagi darsga qarab qolmasdan atrofidagi boshqa maktablarga berib dars o'qiydi. O kuniga 11 fanni ayrim ustozlardan o'qiydi. O nihoyat oz uxlaydi. Agar uyqusi kelib qolsa, kitoblarga yo'linib ozg'ina uxlaydi. O o'z zamonisida fiqhshunoslik, hadisshunoslik, aqidashunoslik, arab tilshunoslik ilmlarida va boshqa har xil fanlarda ilmda to'shqan shu zamonadagi 20 dan ortiq atoqliq ulamolardan ilm tahsil qilgan. İmam Nevevi Hijriyaning 665-yili ustozi Abu Shama vafot bo'lgandan keyin uning o'rnida Darul Hadis Ashrafiya maktabida toki vafot bo'lganga qadar mudarrislik bilan shug'ullangan. U bu maktabda nurg'un ilm egallarini har xil ilm sohasida yetishtirib chiqdi. U o'zining mashg'uliyat vaqtini jadvallashtirib dars o'qish, kitob ko'rish, ustozlardan masala so'rash bilan oldirish o'tkazadi. U ilm bilan shug'ullanishda tuvandagi bir qancha nuqtani o'ziga o'lcham qilgan edi. 1.
ilm bilan shug'ullanuvchi shu ilm bilan mol dunyoga, huquqqa, shuhratga va yoki yuz obro'yga erishishni maqsad qilmasdan faqat Alloh taoloning roziligini ko'zlashi kerak. Ikkinchi, İslam şəriətində yolğa qoyulğan yaxşı və gözəl əxlaqlarını özləşdirib, səxi və mərd bolışı, xuşçıray, mehribon, səbircan, təqvadar və kəmtər bolışı, dərs ötkəndə qızqarlıq qılıb ötüşü, şəriətdə yolğa qoyulğan barlıq ədəb əxlaqlarını özüge özləşdirişi kerak. Üçüncü, hasad qilishdan, riyo qilishdan va kishilarni kamsitishdan qat'iy yiroq bo'lishi kerak. To'rtinchi, Alloh taoloni yoshurun va oshkora holda davomli aslab turishi, Qur'on o'qishga, zikr etishga, duo qilishga, nafli namoz o'qishga, nafli ro'za tutishga va uningdan boshqa nafli ibodatlarni davomli qilishga ahamiyat berishi. Hamma ishda Alloh taoladan yordam so'rashi, Alloh taolaga tayinishi va hamma ishni Alloh taolaga topshirishi kerak. 5. O'qitish, izdanish, tadqiqot elib berish, baholash, salohiyati to'sa kitob yozish qatorliq ishlar bilan bo'shashmay shug'ullanishi kerak. 6. O'quvchilarni har vaqt ilm bilan shug'ullanishga, yodga ilishga tegishlik moddalarni yodga ilishga rag'batlantirishi, ularga ahamiyatli savollarni qo'yish orqali ularning zehnini echishi, boshqalarning ilm egallashga bo'lgan hirismanligini texmo yuqori ko'tarish uchun tirishchan o'quvchining yaxshi ta'rifini qilib rag'batlantirib turishi kerak. 7. O'zining o'quvchilarining o'zida o'qish jarayonida boshqa olimlardan dars olsa, buningga xafa bo'lmaslik kerak. Agar unda qilmaganda, uning ilm o'qitishdagi maqsadining Alloh roziligi uchunla emasligi oshkorlanadi. İmam Navaviy nihoyat taqvodor olim bo'lib, u hamisha Alloh taoladan qo'rqish tuyg'usi ichida yashaydi. Kichkidan tartibla o'yin tomoshalarga berilmaydi. Boş vaqtlarini Qur'on o'qish, Alloh taolaga yaqinlashtiradigan yaxshi amallar bilan o'tkazadi. U turmushda to'liq oddiy-sodda va qanoatchan edi. U haqiqatan voyaga yetgan farzkor edi. Alauddin ibn Attar mundoq deydi. İmam Navaviy Damashq shahrining meyvelaridan yemaydi. Men uningdan bu haqda so'rsam, Damashqda vaqf qilingan joylar ko'p. Bilmay u joydan keltirilgan meyvelardan yeb qilishni ko'nglim ko'tarmaydi, deb javob bergan edi. Shu davrdan ta hozirgacha ulamolar İmam Navaviyni esil xislatlar bilan ta'riflab kelmoqda. Abu Abbas ibn Farh bu xislatlarni xulosalab mundoq deydi. İmam Navaviyning esil xislatlari 3 bosqichga bo'linadi. Birinchi, ilm o'rganish va ilmning vazifalarini to'liq ado qilish. Ikkinchi, dunyo va uning turli noz-u ne'matlarga berilib ketmaslik. Üçüncü, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish. O Damashqda 28 yil atrofida turgandan keyin o'z yurti Navoga qaytib keldi. U yerda uzoq o'tmay kasal bo'lib yetib qoldi. Va shu kasalida Hijriyaning 676-yili Rajab oyining 24-kuni olamdan o'tdi. Hem shu yerga dafn qilindi. Uning o'lim xabari Damashqqa yetib borganda butun Damashq xalqi qattiq qayg'u alamga cho'mdi. Alloh taolo uningga Jannatul Firdavsni ato qilsin. Yaxshilar bog'chisi. Muallif İmam Navaviy rahimahulloh. Tarjima qiluvchilar Muhammed Salih Qarhojim ve Nazira Muhammed Salih. 2013-yili 5. ayda Urumchida besilgan nusxasiga asosan ishlendi.
Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Saday. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.